Sizlar bilan Muhammad Tarzob bugungi videoda sizlar bilan Pojo Launcher'ga jod qilamiz. Xullas Google'ga kiramiz va qidiruv va bu yerga Pojo Launcher deb yozamiz va bosamiz bitta ustiga va ozgina qotadi va pastroqqa tushamiz. Bu yerda download Pojo Launcher'ga bosamiz. Mana bunga bosamiz. Xullas va keyin kutamiz. Ungacha video tezlashadi. Shunaqa kutishlardan so'ng mana bitta bosamiz. O'rnatish va o'rnatildi. Bundan chiqaveramiz. Xullas Pojo Launcher'ni ichiga kiramiz. Hali ish tugadi deb o'ylasanglar yo'q. Albatta yo'q, ish tugamadi. Tugamadi. Mana shunaqa nom beramiz va bu yerda men bunaqa versiyalar tanlab o'tirmasdan xullas mana bu yerga bitta bosamiz va Mozes degan mod bor. Xullas shuni yuklaymiz. Bitta shu mod ajoyibda. Voy bismillah, endi qancha kutamiz? Voy bismillah. Bu videoni endi tezlashasizmi? Voy bu. Xullas keyin bu yerda har xil versiyalar tanlaymiz. Azga bosamiz. Xullas men bu versiyani tanlamayman. Bu sekin o'tadi. Va men mana bu versiyaga bosaman. 116.5 versiyani tanlayman. Savega bosaman. Va keyin xullas keyin play.